Assalomu alaykum Siro bazani obunachilari, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugungi videomiz sizlar bilan bazalt haqida bo'ladi. Hozirda qurilish sezoni boshlangan, hamma uyini izolyatsiya qiladi, remont qilishni boshlaydi. Birinchi olib turib shu bazalt mahsulotimizni obzor qilib o'tmoqchiman. Juda ko'pchilik akalarimiz so'rayapti. Xo'p, bularning razmerlari bu yog'iga 120, bu yog'iga 60. Bitta listda 0,72 kvadrat tashkil qiladi. Bazamizdan 40 plotnosdan 120 plotnosgacha bo'lgan zichlidagilarni topishinglar mumkin. Bemalol ko'rishinglar mumkin. Xudo xolasa cheklanmagan miqdorda kelaverasizlar. Quruvchi, sotuvchi akalarimiz bo'lsa, bemalol pastki nomerlarga aloqaga chiqsanglar, eng arzon narxlarda qilib beramiz. Narxlari ashqara plotnosi 24 ming so'mdan boshlanadi. Undan u yog'iga hop, ya'ni plotnosi oshgan sari, masalan 50 plotnos, 80 plotnos, 100 plotnos bo'lgandan keyin narxlari oshaveradi. Hop. Bularning ishlatilishini ham ko'rsatib aytib o'tib ketaman. 40, 50, 80 plotnosligi asosan uyning ichiga tomga bo'ladi. Keyin domlarni ko'ryapsizlar, tashqi fasadiga ishlatyapti. Uylar tashqi fasadiga 100-120 plotnos ishlatyapti. Xudo xolasa bemalol bazamizga kelib xarid qilsanglar bo'laveradi. Ko'rib turishinglar mumkin. Xudo xolasa cheklanmagan miqdorda. Undan tashqari boshqa mahsulot, masalan, Teplex, Penaplex, Sintfon mahsulotlari kerak bo'ladigan bo'lsa ham bemalol Stroybaz nomeriga murojaat qila olasizlar. Manzilimiz Andijon shahar Soy eski majzavod ichida. Ayniqsa quruvchi, sotuvchi akalarimiz bo'lsa, bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Cheklanmagan miqdorda to'g'ridan to'g'ri zavoddan keltirib beramiz. Bemalol Stroybaz nomeriga murojaat qila olasizlar.